Bugun shunchaki samarasiz kun bo'ldi. Nima qilyapsan? Ularni bizdan ustun bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Xudoyim. Aqldan ozganmisan? Men seni deb aqldan ozganman. Yo'qol. Bas qil. Janob Gon. Dohini xafa qilsang ko'rasan mendan deganmidim. Men nima qildim? Agar yana ketadigan bo'lsang mendan ko'radiganingni ko'rasan. Sen va men bilan bo'lgan ehtiros. Qo'yib yubor meni. Seni ko'rganimdan xursandman. Bizni quloqlarimiz tegib ketyapti. Dodohi. Dodohi, yordam ber. Menga qara, hech qachon xafa bo'lma. Dodohi. Dodohi. Xo'p, bo'ldi, tushundim. Janob Park. Direktor Gon? Eshiting, siz hech qachon uylanmasligingiz kerak. Nima? Men Dohi bilan janjallashdim va u kuni bo'yi barcha dinlarning madhiyalarini quloqim tagida sayrab chiqdi. U meni asabimni buzish uchun hatto jonini ham sotardi. Bundan tashqari, bu girt yosh bolaning ishi emasmi? Nima u buni kundalik deb o'ylaydimi? U nimani xohlasa shuni qila olaman deb o'ylaydi. Direktor Gon. Nega siz meni tarafimni olmayapsiz, a? Hey, nega ko'zlaringizni qimirlatyapsiz? Bu nima deganingiz? Nima bu yana? Nima? Nima? Erginam. Gaplashib olsak bo'ladimi? Men gaplashib bo'ldik deb o'ylagandim. Yo'q. Men spektakl ustida ishlagani ketdim. Shoshmang, Buffalo. Ko'rishguncha, janob Park. Ikkingizni yolg'iz qoldiraman. Bu nima? Qurbaqami? Bu juda chiroyli. Qurbaqa, gul, jo'ja. Erginam, Meni erim deb chaqirsang, bu juda qo'rqinchli eshitiladi. nimaga? Yo'q, hech narsa. Uyga qachon kechikishingni aytish shunchalik qiyin narsami? Ish bilan band bo'lganimda xayolimdan ko'tariladi. Sen ham menga aytmasdan shartnoma tuzib kech qolasan-ku? Senga aytsam, bu umuman boshqa masala. Nimasi boshqacha ekan? Meni kelishuvlarimni odamlarning qiladigan arzimas ishlariga qanday tenglashtirish mumkin? Faqatgina ahmoqlar bilan kelishuv imzolash uchun nimalar qilganimni bilasanmi? Demak, sen qilayotgan ishing muhim, men qilayotganim esa ahamiyatsiz ish deyapsanmi?